Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari. Mana soat aka ikkita sigara yanvarda tuqqan degandik, yanvardan beri kuyi kelmaydigan ekan. Sinxronizatsiyani boshladik. Mana bugun baqirishni boshladik. Mana shuni ikkovi ham baqirishni boshlab, xudo xolasa soat 4larda bu ikkoviga urug' tashlaymiz. Soat nechidan beri baqira boshladi bular? Yarım tundan beri de. Kechadan beri. Yanvardan beri baqirmayotgan edi. Yo'q, baqirmaydi. Yanvardan beri baqirgan. Endi ovozini o'chirib ber deyapsiz. Ha. Bo'ldi, soat aka, xudo xolasa soat 4da kelib urug' tashlaymiz. Baqirib yotdi. Hamishalardan bezor qo'yardi. Ha, hech qanaqa yanvardan beri ovozini sog'ingansizda. Mana shunday sizlar sigirlaring ham vaqtida kuyi kelmaydigan bo'lsa, kuyi kelish orasi zadirishga bo'lib qolayotgan bo'lsa, sigirlaringizni sun'iy uyg'urlantirish kerak bo'layotgan bo'lsa, murojaat qilsalaring, baholi qudrat qo'limizdan kelgan xizmat qilamiz.